O'zbekistonga borishimiz uchun avval sizlar erkak bo'linglar. Erkak erkakning oldiga boradi. Erkak qanjiqning oldiga bormaydi. Hammanglar chetga chiqib olib gapiraverasizlar. Haq bo'lsanglar, nima uchun O'zbekiston ichida gapirmaysizlar? Nima uchun hammamiz chetdan gapiryapmiz? O'zbekiston ichida ham gapirayotganlarimiz bor edi. Hammasizlar. Faqat chetdagilarni qamay bilmayapsizlar. Kuchlaringiz yetmayapti. Qani O'zbekiston ichidagi Abduqodir Mo'minov, qani Olimjon Haydarov, qani Sirojiddin Media, qani va boshqalari O'zbekiston ichida ham gapirayotganlar bor edi. Soxta ayblovlar bilan tuhmat qilib, yopiq so'zlar qilib, ularni xalqqa ko'rsatmasdan, ularga so'z bermasdan, advokat bermasdan qamadingizlar. Tashqaridan ham, ichkaridan ham gapiryapmiz. Endi ichkaridagilarni qamagan bo'lsalaringiz, tashqaridagilar nima? Ularning o'rniga ichkariga borish kerak. Shunchalik ahmoqqa o'xshaydim tashqaridagilar. Ichkariga bordik deylik, ana men bordim. Qaysi birlaringiz chiqasizlar? Yuzma-yuz gaplashishga chiqa olmaysizlar. Yana bitta soxta arizachi topasizlar. U yozib beradi ustimdan, keyin olib ko'paklarni yuborasizlar, qamaysizlar. Keyin u Shohrux G'iyosov degan kazzob chiqadi-da, bu deydi firibgar ekan deydi, falonchidan falon pullarni olgan ekan deydi. Ustidan deydi falon ariza bizga kelib tushgan deydi. Men ichkarida advokat oldimga kirmaydi, men tuhmat bo'layotganini ayta olmayman. Xalq eshitmaydi. Bu yerdan eshaklar chiqib hangraydi. Mana deydi, bu firibgar ekan, o'zi to'lamachi ekan bu deydi. Shu bilan kirib ketaman. Shu darajada ahmoqqa o'xshaymiz. O'zbekistonga borishimiz uchun avval sizlar erkak bo'linglar. Erkak erkakning oldiga boradi. Erkak qanjiqning oldiga bormaydi. Hozir o'tirganlaring hammasi qanjiq. Qanjiq bo'lmasa chiqarsin. Abduqodir Mo'minovni chiqarsin, Olimjon Haydarovni chiqarsin, Sirojiddin Mediani chiqarsin, tuhmat bilan qamagan siyosiy faollarni chiqarsin.